O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov o'qigan Samarqanddagi 21 umumiy o'rta ta'lim maktabida 1993-yilda maktab tarixi muzeyi tashkil etilgan edi. Ahamiyatlisi, ushbu muzeydan yurtboshimizning o'quvchilik yillari haqida ma'lumot beruvchi noyob eksponatlar o'rin egallagan. Bu haqda viloyatdagi muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova so'z yuritadi. Samarqand shahridagi 21 umumta'lim maktabi tarixiy muzeyidagi noyob eksponatlar Islom Karimovning bolaligi haqida ma'lumot beradi. Buyuk davlat arbobi Islom Karimov o'quvchilik yillarida uchuvchi bo'lishni orzu qilgan. Maktab tarixiy muzeyida ushbu fikrlarimizni tasdiqlovchi eksponatlar bor. Aytishlaricha, Islom Karimov aviamodel to'garagining eng iqtidorli a'zolaridan biri bo'lgan. Kun kelib buyuk, mustaqil davlatga asoschi bo'lishini tasavvur ham qilmagan yurtboshimizning maktab yillaridayoq osmon qadar orzulari bo'lganini yosh aviamodelchi yasagan samolyotlar ko'rsatib turibdi. Men 21 umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olaman. Bu yerda bizning muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ham tahsil olganlar. Men bu maktabda o'qiyotganimdan faxrlanaman, chunki bu yerda bizning prezidentimizning qadamlari tekkan. Men shu maktabda a'lo o'qib, prezidentimizga munosib farzand bo'lishga va'da beraman. Maktab tarixi muzeyida prezidentimiz tutgan kundalik, insho daftarlari, tabellar, 1-sinfdan to yuqori sinfgacha sinfdoshlar bilan tushgan suratlar bor. Vinetkalar biroz sarg'ayib, yillar o'z ta'sirini o'tkazgan bo'lsa-da, ular bugungi o'quvchilarga ibrat bo'ladi. Haqiqatan ham ibrat bo'ladigan narsalar jurnalning ichida to'lib yotibdi. Birinchidan mana shu jurnallarni hammasini olib qaraganman, birorta endi minus deymiz, shu narsa yo'q, demak, darsga sababsiz kelishi yo'q Islom Abdug'aniyevichda. Dars qoldirmagan. Yo'q, dars qoldirmagan. Bor, bitta bor, ham plus, demak, sababli dars qoldirgan. Sayyora Melikovaning aytishicha, 1955-yilgi bitiruvchilar o'rtasida o'tkazilgan olimpiadaning mutlaq g'olibi ham Islom Karimov bo'lgan. Yaqin kelajakda maktab ma'muriyati tarix muzeyiga Islom Abdug'aniyevich Karimov nomini berishni taklif qilmoqchi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, O'zbekiston onlayn dasturi uchun maxsus.